Bo'la qol, davay. Xo'sh, odamlar yo'q, ketdikmi? Ha, ket. Qadrli tomoshabinlar, kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu juda ham muhim va keyingi videolarni kutib qoling. Hammaga rahmat. Tezda ishimizni tugatamiz va uni o'ldiramiz. Aha, men qarab turaman. Bo'l. Aha, xo'p, okey. Xo'sh. Bu endi kim bo'ldi? Kim chiqib kelyapti? Nursin, bekor shunchasi uchibman. Hammaga salom do'stlar, men ismim Mimo va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, bugun biz sizlar bilan fermaga o'tamiz, chunki men nihoyat normalniy ish topdim. Endi boshqa odamlarni ishini qilishga majbur emasman. Ha, do'stlar, avvallarga boshqa fermalarda ishlab yurardim, chunki o'zimning fermam yo'q edi. Endi esa mana bu uyni sotib oldim. Kim bilmasa, bu uy avval manyakka tegishli edi, lekin u endi bu yerda yashamasligi uchun uni uyiga men ko'chib o'tdim. O esa meni o'rmondagi uyimga ko'chib o'tdi. Mana shunaqangi almashuv bo'ldi. Endi umid qilamizki, qishlog'imizda manyaklar paydo bo'lmaydi va tinch yashashimiz mumkin bo'ladi. Tak, mana bularni hammasini hozir terib olamiz va shu bilan bo'ldi. Tak, nima bo'ldi jizil? Xo'sh, jizil, nimaga buncha xafa o'tiribsan? Qo'shnim chiqmayapti. Qo'shning, qaysi qo'shning? Ko'zninsida yashaydigan. Ko'zninsida bu yerda bitta seni ko'zninsang bor. Yo'q, tepalikdagi bor-ku, sen tarafdagi. Xo'sh, u seni qo'shningmi? Axir ancha uzoq bo'lsa, yo'q, gap shundaki, biz ko'zninsida yashaydigan hammamiz bir-birimizni taniymiz. Bizni o'zimizning Telegram guruhimiz bor. Yo'q, mana shundagi bilanmi? Ha, tushunarli. Xo'sh, nima bo'libdi? O'sha aloqaga chiqmay qoldi, nima qilishni bilmayapman, topa olmayapman. Uyga bormadingmi? Yo'q, uzoqku. Ha, tushunursan. Ha, mayli, unda sening uchun men hozir uyga borib ko'rib kelaman, maylimi? Ha, aytib qo'ygan kelsin, Telegramga ham qarab yuborsin. Xo'p, tushunursan. Ba'zida jizlar biram erinchoq bo'lishadiki, boshqalarni qaraylar, o'zi xafa bo'lib o'tiribdi. Qani ekan qo'shni deb yana, borishga erinaman deydi. Ha, mayli, qani mana bularni hammasini ekib chiqaylik va bo'ldi do'stlar. Ferma tayyor bo'ldi. Xo'sh, janob mer. Tushunmadim, mer qayerga ketdi? Janob mer. Ha, ko'rinmayapti. Okey, unda shu yerda qoldira qolaman va hozir birdan jitilning yoniga ketamiz. Hoy, jitil, mer qani? Bilmasam, ket qayoqqadir. Okey, hamma do'stlar bo'ldi. Qani ko'raylikchi, qayoqqa ketibdi ekan bu jitil. Balki shaharga ketgandir, kim bilsin. Hozir ko'ramiz. Lekin fermasiga qaralmagan do'stlar. Rostdan bir necha kundan beri kartoshkalar terilmayapti. Aytgancha, rostdan ham. Hoy, qo'shni, qayerdasan? Men yoningdagi katta uyda turaman, qo'shni. Tushunmadim. Nima qilib chiqyapti? Eshik ham ochiq qolib ketibdi, qanaqadir. Tak, nimani ko'rdim hozir? Qonmi? Tushunursan. Voy, jitil. Tushunursan. Tomog'ini kesib tashlashibdi-ku. Oy, yo'q do'stlar. Kim uni o'ldirgan bo'lishi mumkin? Bu yerdan tezroq ketish kerak. Yo'q, bu yerda bu bo'lmagan ma'qul. Tak, nima qilsam ekan? Hozir politsiya chaqiradigan bo'lsam, meni bo'ynimga qo'yib borishadi aniq, chunki jitillar o'lishganda politsiya jitillar juda ham yomon munosabatda bo'lishadi o'yinchilarga. Mendan xo'sh, mer keldimi? Mer kelgandir. Hoy, janob mer. Ha, assalomu alaykum. Va alaykum. Mana bularni sizga tashlab ketgandim. Ha. Xo'sh, xullas, tepalikdagi ko'znisadagi jitilni o'ldirib ketishdi. Nima, kim o'ldirdi? Bilmasam, men ham hayronman. Politsiya chaqirmadingmi? Qanaqasiga chaqiraman? Agar hozir politsiya chaqirsa, meni qamab qo'yishadi, bo'ynimga qo'yishadi. Ha, to'g'ri. Nima qilay endi? Bilmasam, kartoshkasini terib ol. Xullas, do'stlar, biz janob mer bilan shunday qarorga keldikki, hozircha hech narsa aytmaymiz nima bo'lganini va keyinchalik ko'ramiz. Ungacha esa uni kartoshkasini terib Yo-moyo, jitillar ko'rib qolishganga o'xshashadi. Yig'ilib olishibdi-ku. Yo-moyo, xo'sh, jitillar nima bo'lyapti bu yerda? Nimaga yig'ilib oldinglar? Meni qo'shnimning yonida. Uni o'ldirib ketishibdi. Ha, hamma yoq qon. Jon ursan, kim o'ldirdi ekan? Bilmasam. Yomon bo'libdi. Menga esa janob mer topshiriq berganda fermasiga qaragin deb bir necha kundan beri hech kim qaramayapti ekan. Ha, mana nima uchun fermasiga qarashmagan? Uni ancha avval o'ldirib ketishgan. Jon ursan, politsiya chaqirish kerak. Ha, kimda telefon bor? Menda yo'q. Hoy, Mimo, senda telefon bormi? Yo'q, meniki buzilgan. Ha, mayli. Tak, bo'ldi, mana bularni ekib endi janob merga olib borib beraychi. Sizlar shu yerda turinglar, yana qotil qaytib qolar. Yo'q. Do'stlar, tushunursan. Yo-moyo, endi nima bo'ladi? Tak, mana bu yerdagi meni yer osti yo'limdan, tushunursan, yer osti yo'ldagi uyimdan narsalarni olib ketishim kerak. Xo'sh, bu yerda katta miqdordagi pullarni yashirib qo'yganman. Mana bu yerda kaltlar ham bor, topib olganim va mana bu yerdagi bir zakazchiniki. Xo'sh, mana bularni hammasini olamiz. Telefon kerak, instrumentlar, tak, mana bularni hammasini olib ketamiz. Bo'ldi. Kravat ham kerak bo'ladi. Jinurson do'stlar, rostdan ham kim o'ldirib ketgan bo'lishi mumkin u jitilni. Ehtiyot bo'lish kerak. Qishloqda umuman yashagulik qolmadi. Tak, yaxshi. Tushib ketmadimmi shunisiga ham? Rahmat. Endi esa bularni uyimga olib boraman. Xo'sh, yomon bo'libdi jitillar. O'zimni xudiga hech narsani bilmagandek tutishim kerak. Buni yopamiz va endi esa narsalarni joylashtirishni boshlash mumkin. Xo'sh, birinchi navbatda mana buni olamiz va bularni shu yerga yashirib qo'yishim kerak. Hech kim topa olmasligi uchun mana buni kovlaymiz, bu yerni ham kovlaymiz va bo'ldi. Shu yerga qo'ysak bo'ladi. Yaxshi, tak, bularni shu yerga tashlaymiz. Mana buni uchun bilmadim. O'zimga ozgina qoldirsam keyin yo'q, mayli. Hozircha hammasini yashirib qo'yganim ma'qul va
kravat bilan yopamiz. Endi esa ikkinchi kravatni ham mana bu yerga qo'ysamchi, ha? Yo, do'stlar, bir o'zimga bittadan kravat nima kerak? Yaxshisi hozir kravatlarni bir-biriga yopishtirib qo'yaman. Shunda bemalol dumalab kechasi bilan maza qilib uxlashim mumkin bo'ladi. Xo'sh, buni qanday kravatni bu yerga joylaymiz. Yaxshi. Endi esa yoniga tumbuchka va divan. Divanni qayerga qo'ysam ekan? Mana bu yerga qo'ysam, yo'q, bo'lmaydi. Baribir yana menga axir qo'shimcha stollar bor. Mana shuni qo'ysam va bittagina stolni qo'ysam bo'ladi, ishlash uchun, o'tirish uchun. Ha, mana bu yerga va yoniga hozir stolni qo'yaman. Tak, mana bu yerga va bo'ldi, qo'yildi. Yaxshi. Endi esa tak, bunisini o'rnatishimiz kerak, stolning kattasini va mana bu yerda turgan ma'qul va shuni yoniga divan qo'yaman. Ovqat yeyish yoki o'tirishda dam olish uchun bo'ldi. Endi esa bu ortiqchasini qayerga? Ha, mayli, mana bu yerda tura qolsa, mehmon kelib qoladigan bo'lsa, shuni o'tkaztirarman. Bo'ldi. Endi esa yana qo'shimcha sandiqlar tepaga tashlab qo'ysamkin yoki ha, mayli, shu yerda tura qolsin, kerak bo'lganda olaman. Ungacha esa mana bu yerda menda kichkina shkaflar bor, sandiqlarchalik katta emas, lekin sig'adi narsalar bo'ldi. Shularni shu yerga tashlab qo'yaman. Yaxshi, kalitlarning egalari so'rab kelsa, yaxshi bo'lardi. Jennerson, lekin umid qilamanki, baribir ham mana yerdagi qotillikni meni bo'ynimga qo'shmaydi, chunki men qo'shnisi bo'lsam, ana bu tarafdagi juristning yoniga borib kelishim kerak-da. Aytsa, yo'q, stop. Birinchi mendan mashina zakaz qilgan odamning yoniga borishim kerak, bilib olishimiz kerak. Qani u qidiryaptimikin pullarni yoki yo'qmi? Ha, mayli, juristlarning yonida bular haqida gapirmagan ma'qul. Tak, mana bu yerda mendan garaj sotib olgan odamning uyi. Tak, xo'sh. Uy turibdi, mashinachi? Mashina ham turibdi. Ha, albatta. Demak, shahardan hali qaytmagan ko'rdan. Chunki shahardan ketishdan avval qulflab qo'yilgan eshik. Demak, qaytib kelgan. Chunki shahardan qaytishdan avval shaharga ketayotgan vaqtida yopiq edi. Xo'sh, qani? Hozir. Kim? Salom, sizga pitsa keldi. Davay, pitsani bera qoling. Juda ham uzoq kutib qolganim. Aha, bo'ldi. Bizda hozir aksiya ketyapti. Agar kechgacha yana pitsa zakaz qilsangiz, keyingisi bepul. Rahmat. Bo'ldi. Endi esa tak, nima? Jitlar ketib qolishibdi. Qo'yil. Ha, politsiya chaqirishgan ko'rinadi. Ha, mayli, endi esa pizzani maza qilib yeyish mumkin bo'ladi. Xo'sh, qani? Ha, do'stlar, nihoyat endi qo'limni to'qlab olaman, tushunarsan. Hozir. Alan, ha, meni mashinam kalitsenda. Ha, mana olishing mumkin. Rahmat. Sen meni uyimga kirmaganding-a? Yo'q, albatta, men birovning uyiga kirmayman, tushunarli. O'zi nima bo'ldi? Xullas, gap shundaki, meni katta pulimni o'g'irlab ketishgan va bir ikkita to'pponchalarni. To'pponchalar bormi senda? Ha, mayli. Endi nima qilasan? Bilmadim, qidirib ko'raman-da. Tushunarsan, kim olgan bo'lishi mumkin? Ha, mayli, men ketdim. O'zi aslida ular juda ham xavfli, menga ham tegishli emas. Men o'zim topib olgandim. Pullar nima? Yo'q, to'pponchalarni. Pullar esa o'zimniki. Tushunarli. Ha, do'stlar, bu Alan MC degan o'yinchi juda ham jiddiy odamga o'xshaydi, chunki ana o'sha pullarni men aynan shu odamdan o'g'irlab ketgandim va uni to'pponchasi ham menda. Aynan, lekin u bir nechta to'pponcha deyapti. Stop, men bittagina to'pponcha o'g'irlagandim. G'alati, mayli. Tak, endi esa ozgina toshni yig'ib kelmasam ham bo'lmaydi. Chunki mana bularning hammasini chuqurroqqa ko'mmasak bo'lmaydi. Qidirishni boshlayman dedi. Qidiradigan bo'lsa yomon bo'ladi. Xo'sh, mayli. Tak, yana nimalarni olsam ekan? Ha, bo'ldi. Endi esa o'zi ketdimkin? Ha, o'zi ketganga o'xshaydi. Bo'ldi, do'stlar, endi pitsamni yeb olay. Shu bilan keyin aytgancha politsiya keldimikin? Chunki jitlar ketib qolishgandi, demak, kimdir chaqirishgan. Nima? Hali ham hech kim yo'q. Shunchaki yoki jasadni olib tashlashibdimikin, jitlar qayerga qolishdi? Qiziq, lekin uyning ichidan hali yo'q olishmagan. Jennerson, bular hali ham politsiya chaqirdi. Tak, xo'sh, nomer teramiz va alo, politsiya, men 10-qishloqdaman. Iltimos, bu yerda qotillik bo'lgan, qandaydir jitilni tomog'ini kesib tashlashgan. Iltimos, kelinglar, Kuznetsada, tepalik tepasida. Aha, rahmat, kutaman. Bo'ldi, do'stlar, endi politsiyani kutish qoldi xolos, lekin umid qilamanki meni bo'ynimga qo'yishmaydi, chunki juda ham qo'rqyapman. Bu yerda politsiya juda ham tanish-bilishchilik qiladi, ayniqsa jitlar bo'ladigan bo'lsa, shunchaki hech qanday tergov qilmasdan meni bo'ynimga qo'yib yuborishlari mumkin. Xo'sh, toshni ham terib keldim, endi esa uyga qaytishim mumkin. Menimcha politsiya hali ham kelmagan. Yo'q, politsiya kelibdi-ku. Tushunarsan. Xo'sh, astagina uyga kirib ketamiz va bo'ldi. Ajoyib. Tak, buni bu yoqqa tashlaymiz va endi jimgina o'tirsak bo'ladi. Hay, Jennerson. Siz chaqirgandingiz, ismingiz Mimomi? Ha, yuring, sizga bir narsani ko'rsatishim kerak. Jasadni siz topgandingiz, ha, albatta. Yaxshi. Xullas, gap shundaki, biz topa olmadik qotilni. Va nima demoqchisiz? Bizga juda ham ko'p vaqt kerak bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham ishni yopamiz. Yopasizlar? Ha, chunki bu yerda guvohlar yo'q, kamera yo'q, undan tashqari o'rmondan kelib so'yib ketgan bo'lishi ham mumkin. Kim bilsin, bizni qo'limizdan afsoski hech narsa kelmaydi. Tushunarli. Undan tashqari meni meringizni yoniga olib borsangiz yaxshi bo'lardi. Nima uchun? U bilan gaplashib olishim kerak, ishni yopish uchun. Bosti xullas, bosti qotilchi. U hozir ozodlikda yuradigan bo'lsa, yana birortani o'ldirsa-chi, mana bu yerdan ehtiyot bo'lib o'ting, basharangizni urib olmang. Xo'sh, meni savolimga javob berasizmi? Qotil ozodlikda bo'lsami? Ha, yana qotillik bo'lsin, keyin ko'ramizda. Jennerson aqldan olishi mumkin. Shunaqangi ahmoqona qishloqki. To'g'ri.
Oh, xullas janob, mana shunaqa gaplar. Qotil topilmaydi. Yomon bo'libdi. Nima deysan, Mimo? Politsiyalarni ustidan yozamizmi? Nima? Politsiyani ustidan yozasizlar? Ko'ramiz. Janob mer, nima qilamiz? Bilmasam, qotilni topmasa bo'lmaydi. Bular umuman o'zini ishini qilmayapti-ku. Shuda, o'ylab ko'ramiz. Unda sen shu yerda qolgin, o'zimiz biror nima qilamiz, xo'pmi? Xo'p, hal qilamiz. Lekin qanaqasiga? Menda bir reja bor, lekin reja. Xo'sh, aytishingiz mumkin. Men sizga yordam beraman. Asosiysi qotilni topsak bo'lgani.